Bugün aldın qitimqi leksiyaning ikkinchi qismi, ya'ni aldın qitim biz tarixdagi saboqlar to'g'risida eslatgan bir nihoyat yaxshi leksiya berdi. U leksiya nihoyat ko'ngillik, nurg'un narsani o'rgandik. Jamoatning taklifiga asosan bugun ikkinchi qismini so'zlamoqchi. Eslatgan marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar, vatandoshlar. Atdiyanliginglar xayrlik bo'lsin. Bugun hamda o'tganki leksiyaning davomi sifatida Uyg'ur tarixidagi bir qism saboqlarni tunishtirib o'tmoqchi. Bugun bu yerda davatgan bu saboqlar qandaqdir hukm xarakterlik yoki qiliqlashgan bundaq bir saboqlar emas, balki shu tarixni xuddi sizlarga o'xshash bir o'rganguvchi bo'lish sifatim bilan o'zimning his qilganlarim, tuyg'anlarim, shundaqlar tariximizdagi nihoyat echinishli bo'lgan hikoyalar orqali shu saboqlarni his qilish jarayonini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hamda ko'rayotganinglardek bu leksiyaning temasi Uyg'ur tarixidan unutilmas saboqlar. Men buningdan bir 7 saboqni o'zim xulosalab chiqdim. Oldin qatimliq leksiyada bu saboqlardan 3ni, oldingi 3ni tunishtirib o'tgan. Yana birisi mushu birlashalmaslik yoki uyushalmaslik uchun to'lagan ig'ir badallar tariximizdagi. Bu birisi. Ikkinchisi davlat manfaatini qon qarindoshlikdan ustun qo'yamaganligimiz sababidan to'lagan ig'ir badallar. Üçüncüsü, devlet menfaatini diniy qarindoshlikdan ustun qo'yamaganligimizdan kelib chiqqan saboqlar va to'langan ig'ir badallar. Bu uchni o'tgangi qatimliq oldingi leksiyada so'zlab o'tgan. Bugun ham buning 4-si sifatida ishonch, bir millatning o'ziga bo'lgan ishonchi, bir xalqning o'ziga, o'zining davlatiga, o'zining davlat quralaydiganligiga, o'zining hokimiyatiga bo'lgan ishonch masalasi. Ya'ni agarda bir xalqda ishonch yo'qildi ekan, shu xalqda milliy gumronlikning boshlanganligiga bir signal yoki bir bishoratning bo'lganligi. Bugun faqat mushu bir temani cho'rdab so'zlamoqchi. Endi bugungi mushu ishonch yo'qolganda milliy gumronlik boshlandi degan mushu saboqda men 1865dan 1878gacha bo'lgan oralikda qurilgan Yoqubbek badavlat qurgan Qashqariya davlati va uning yiqilishidan tortib toki 1960-yillar, ya'ni Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarning vatanda rasmiy yerlik millatchilik qarshi harakat qo'zg'ab, ikkinchi jumuriyatdan qolgan butun miroslarni vayron qiluvchi bo'lgan mushu 100 yillik tarixiy jarayondagi bir qism qisqa hikoyalar orqali bu jarayonda bizning xalqimizning o'ziga bo'lgan ishonchining bo'lmasligi, ishonchini yo'qotganlik sababidan kelib chiqqan ig'ir oqibatlar va buning uchun to'langan badallarni qisqacha tushuntirib o'tmoqchi. Buning birisi Yoqubbek qurgan Qashqariya davlati. Ikkinchisi buningdan keyin yana taxminan 50-60 yildan keyin bizning vatanimizda, ya'ni Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatidan iborat qisqa bo'lsa-mu, ammo bir mustaqillik jakalagan yana bir hokimiyatimiz bor. Bu hokimiyat davrida bizning xalqimizning, millatimizning mushu hokimiyatga bo'lgan pozitsiyasi, mushu hokimiyat saqlanamdi, davomlashamdi, buningga bo'lgan ishonch masalasida haqida ba'zi hikoyalarni to'lishtirib o'tmoqchi. Uningdan uchinchisi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, ya'ni 1940-yillarda ilida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va bu jumhuriyat jarayonida bizning xalqimizning ichidagi bir qism yuqori darajadagi sarxillardan tortib odatdagi avomgacha bo'lgan xalqning bu jumhuriyatimizga bo'lgan pozitsiyasi. Uningdan eng oxirgisi 1949-yili kommunist Xitoy rasmiy vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin dastlabki 55-yilgacha bo'lgan jarayonda atalmış avtonomiya, milliy territoriyalik avtonomiya bilan xalqimizning do'pisi qandoq jigdi sog'anligi, eng oxirida 55-yili atalmış bu avtonomiya qurilgandan keyin buningga rozi bo'lmagan bir qism sarxillarning 56dagi Xitoyning taktikasi bo'yicha echilib sayrashda ularning o'zining qalbini ishchiliklarni to'kkanligi
Әң ақырда бұларның həmmə нәрсә аян болғандан кейін 57-ның ақырдан башлап yərlik millatchilikka qarshi harakat deydigan bir harakat qo'zg'ab, ikkinchi jumuriyatdan qolgan butun miroslarni Xitoyning qandoq vayron qilganligi hamda bu jarayonda bizning ichimizdagi o'z davrida mush inqilob qatnashgan, inqilob jarayonida rol o'ynagan bir qism sarxillarimiz va bir qism xalqimizning Xitoyning bu harakatiga qandoq moslashganligi qatorliq mushu mazmunlarni bugungi bu leksiyada qisqacha so'zlab o'tmoqchi. Undaqda buning birinchisi, ya'ni Yoqubbek qurgan Qashqariya davlati davrdan qolib qolgan faqat 4 hikoyani anlatib o'tmoqchi. Buning birisi Yoqubbek hammamiz bilamiz 1865 dan 1878 yilgacha bizning vatanimizda. Ya'ni Manching imperiyasi 1858 yili bizning vatanimizni tunji qatam istilo qilgandan keyin, munqars qilgandan keyin toki 100 yillar mobaynida Manching imperiyasining bizning vatanimizni boshqarishi asosan bugungi yilqi siyosiy termin bilan aytganda bir oliy avtonomiya shaklida desak bo'ldi. Chunki faqat ilida bir janjun turdi. Uningdan bu janjunning qo'l ostida masalan Tangri tog'larining janubida hokimbaylik bo'lib, buning ichidagi faqat siyosiy harbiy ishlarni mushu ili janjun tarafidan boshqarilgan, ammo sivil yoki odatdagi ma'muriy ishlar hokimbaylarga topshirilgan. Undan boshqa bizning vatanimizda bir qancha joylarda, masalan Qumul, Turpan, Kucha, ili qatorliq joylarda vangliq tuzum bo'lib, o'z davridagi Manching xonadonlariga sadoqat bildirgan bir qism jamiyatlarni yo'lab turg'izib, bu rayonlarni bu vanglarga suyurg'al qilib bergan. Şu an mundaqcha aytganda, cho'ng jihatdan bizning vatanimiz Manching imperiyasining territoriyasining bir qismida ko'ringan bilan, ammo ichidagi bir qism amaliy boshqarish jihatda yana shu vaqtdagi siyosiy nima bo'yicha aytganda bir oliy avtonomiya shakli botdi. Ammo 1860-yillarga kelganda men oldingi leksiya ta'kidlab o'tgandek, bizning vatanda keng ko'lamli bir milliy qutulish yoki bir mustaqillik harakati bo'lib, vatanda o'xshamagan 4-5 hokimiyat paydo bo'ldi. Oldi bilan Qashqar tarafda Sidiqbek degan bir qirg'iz yetakchiligida Qashqar shahrini ayirib o'z oldiga bir Qashqar xonligi deydigan bir qisqa mezgillik hokimiyat paydo bo'ldi. Uningdan keyin Xotanda Habibulloh xon xo'ja bilan uning o'g'li Abdurahmon xon xo'ja boshchiligida qo'zg'olon ko'tarilib, Xotanda ayrim bir hokimiyat tiklandi, Xotan xonligi. Uningdan keyin Kuchani markaz qilib, Rashidon xo'ja boshchiligida Kucha ilingandan keyin sharqqa qarab Isoq xo'janing boshchiligida yurish qilib, toki Qumulg'uchi bu oraliqlar hammasi elindi. Mundaqcha aytganda, shu hokimiyatlarning ichida Kucha xonligining doirasi eng keng. Kuchani markaz qilib, sharqda Qumul, Oryultuz yoki Shingshingshadan tortib, g'arbda toki Qashqar Payzvatgacha bo'lgan doiralar shu Kucha xonligining territoriyasi ichida bo'ldi, boshqarishi ichida bo'ldi. Endi men nima kelsak, ili taraf kelsak, ilidimi, ili xalqi qo'zg'olib, ilidagi ili janjunlarini o'ltirib, ili sultonligi maydon keldi. Demak, vatanning o'xshaman yerida 4 bo'linma hokimiyat paydo bo'ldi. Mavjud bo'lib turdi o'xshash vaqtda. Ammo birlashamadi. Oxirida Qo'qon xonligidan kelgan Yoqubbek o'z davrida Chorosiya bilan bo'lgan urushdan pishgan harbiy taktikasini yuqori bo'lganligi uchun tezlikda bu hokimiyatlarni birga qo'shmay, eng oxirida oldi bilan Qashqarni oldi, undan keyin Xotan xonligini o'ziga qaratdi, undan keyin Kucha xonligini bo'ysundirdi. Ashunday qilib Tangri tog'larining shu sharqidagi Turpan, undan keyin hatto Urumchini Tungallarning qo'lidan oldi. Mundaqcha aytganda, bizning vatanning asosan mutlaq ko'p qismi Yoqubbekniki qo'l ostida birlik kelgan bo'ldi shu vaqtda. Ili sultonligidan boshqa joylar. Demak, Yoqubbek hokimiyatni qo'lga olgandan keyin taxminan 13-14 yil davr surgan bu jarayonda Yoqubbek hokimiyati bizning vatandagi eng cho'ng birlik kelgan hokimiyat sifatida mavjud bo'lib turdi. Ammo bu hokimiyatning ichki qismidagi qurilmasi, tuzilmasi mukammalmidi?
bu 10 necha yil mavjud turish jarayonida o'zida qandoq bir aloyidliklarni shakllantirdi, qandoq bir kamchiliklarni qoldirdi degan vaqtda buning uchun agar qiziqsanglar, shu vaqtning shoidi bo'lgan Molla Musa Sayramining tarixiy Hamida degan kitobini tafsili o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Bu kitobda yolg'iz hokimiyat Yoqubbek hokimiyatining tiklanishi emas, balki bu hokimiyat qurilgandan keyin uning ichki qismida saqlangan masalalar, savalliklar, uningdan shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston xalqining Yoqubbek hokimiyatiga tutgan pozitsiyasi bu kitobda nurg'un misollar orqali o'tirib qo'yilgan. Shunga men bugun bu to'g'riliq ilingan bir hikoya, ya'ni Molla Musa Sayramining Tarixiy Hamida degan kitobidan ilingan Yoqubbek hokimiyati davrida shu kitobda shundoq deydi. Bir kishi otliq Payzvat degan joydan o'tib ketib qarasa, bir etizliqda bir dehqon yat teriyotgan, urug' chechib, qo'sh haydab yat teriyotganda, shuning bilan u yat teriyotgan kishini so'rabdi-da, "Hey birodar, nima qilyapsiz?" debdikan, u kishi hech qanday ikkilanmay, "Xitoy teriyapman" debdi, deb javob beribdi. Bu gapni anglagan so'rg'ichi noyat tabassum qilib, buningdan huzurlanib ketibdi-da bu javobdan. Demak, uzun o'tmayla Manchang cheriklari Xitoylar chumildek bizning vatanga besib ketdi. Bundaq bir hikoyani Molla Musa Sayrami bundan 100 yillar ilgari o'zining kitobida ta'kidlab o'tgan. Bu intayin bir oddiy hikoya. Balkim shu davrda bo'lgandi, yuz bergandi, balkim yuz bermagandi, balkim kishilarning eg'izi to'qilgan bir hikoyadir, yoki balkim rost bo'lgan bir voqeadir. Ammo bu kichikkina hikoya bizga nimani o'rgatadi? Nimadan darak berdi degan vaqtda Yoqubbek hokimiyatining ostida yashayotgan odatdagi bir avom, bir dehqonning bu hokimiyatga bo'lgan pozitsiyasi. Demak, odatdagi bir dehqon bu hokimiyatga nisbatan ishonch bo'ldimi? Buni degan shu islom hokimiyati yoki Yoqubbek hokimiyati ostida bizning vatan mang'udi, davomlashadi degan narsaga nisbatan ishonch bormi degan masalaga bu kichikina hikoya bizga eng oddiy xalqdimi o'zi qurilgan, o'z xalq tarafidan qurilgan bir hokimiyatga bo'lgan ishonch masalasini bu yerda oshkorlab beryapti. Shunga oradan 100 yillar o'tganda Xitoy bilan hamkorlashgan yoki kommunist Xitoy uchun yoq yirtgan bir qism siyosiy yo'llar. Masalan, men mayda ta'kidlab o'tdim, Burhan Shaydi. Burhan Shaydini men so'zimizdan bilsizlar, hammanglar 5 hokimiyatning ostida saqchi qolgan odam, 5 hokimiyat Xitoy hokimiyati uchun xizmat qilgan odam, eng oxirida nurg'un bo'ron chapqinlardan saq chiqib, Beyjingda o'zining nimasi bo'yicha u dunyoga ketdi. Ammo 1958-yili bizning vatanda ikkinchi jumuriyatdan qat qolgan bizning sarxillarimiz yerlik millatchilik bilan ayiblanib, vatanning mustaqillik da'vosini qildi, Xitoy bergan avtonomiyadan rozi bo'lmadi yoki Xitoyning milliy territoriyalik avtonomiyasidan Amerika bilan Angliyaning mustamlikasi bo'lgan yaxshiroq ekan degandek o'sak so'z taqatdi degan nomlar bilan siyos qalpoq kiydirilgan Abdurahim Aysa, Ziyo Samadi, İbrahim Turdi qatorliq yuzlagan sarxillar yerlik millatchilik bilan ayblanayotgan bir vaqtda Burhan Shaydi tarixning chang to'zonlariga ko'milgan Molla Musa Sayramining kitobidagi bu hikoyani ko'tirib chiqib Xitoyning shu vaqtdagi eng chong jurnalda Uyg'urcha xanzochi qilib Yoqubbek hokimiyati to'g'risida degan bir maqola yozib chiqqan. Maqola yozib dal hozir men so'zlayotgan bu hikoyani naql keltirib, eng oxirida Burhan Shaydi nima deydi desanglar, mana bu misol Uyg'ur xalqining Xansu xalqi bilan Xansu xalqini qanchalik seg'inganligini, ular bilan qanchalik do'stona o'tishni xohlaydiganligini tushuntirib berdi deb Mavga Xitoy kommunistlarga Uyg'urlarning tarixidagi bu hikoyadan xulosalab beryapti. Shunga ham mayada demoqchi bo'lganimiz, o'z davridagi Yoqubbek hokimiyati davrida yashagan bir odatdagi dehqonning pozitsiyasi keyin berib Xitoy bilan hamkorlashgan bir xil sarxillarning Uyg'ur xalqining Xitoy bilan birga o'tishni qanchalik xohlaydiganligini bildirgan bir hikoya sifatida Xitoylarga taqdim qilinadi bu hikoya. Shunga tarixdagi bundaq oddiy bir misollarmi amaliyotda bu bir hikoyadak yuz bergan yoki yuz bermagandek tuyulgani bilan buning bizga beradigan uchuri
nayt ko'p. Nayt ko'p demoqchi. Endi Yoqub Bey davridagi ikkinchi hikoya. İkinci bir hikoya. Mayada yana bir misolni keltirdim. Yana o'xshashlar Mulla Musa Sayramining Tarixi Hamidi degan kitobidan ilingan. Buningda nima deydi desa, Qashqarda Yoqub Bey davrida bir mashrab bo'libdimish. Bu mashrabda shu zamonlarda deydi, Janobi Atoli G'ozi zamonida ikki odam birga kelsa, Xitoylarning keldiganligi to'g'riliq rost yolg'on so'zlarni to'qishib, o'z ko'ngillarini xo'sh qilishur edi. Şu zamanlarda Qashqarda bir mashrab bo'libdi. Mashrabdagi bir yig'ilishda birisi hadislar deb tatamış. Ay yendeki buradır so'rabdi. Ay buradır nim bo'ldingiz? Bek tatib ketdingiz. Desa, u kishi javob beribdimish. İslam degan 6 oy yoki 1 yil hukm surib kelgan edi. 14 yilmi islom bo'lamdi. İslam uzoq so'zilganlikdan herib ketdim deb javob beribdi u kishi. Bumi shu zamonda Mulla Musa Sayrami tarafidan kitobga kirgizilgan odatdagi bir hikoya. Qashqardagi odatdagi avom xalqining bir mashribida deyilgan bir kichik hikoya. Bu hikoya qarab yiqinglar. Bu hikoyaning ichiga nimalar siqqan, nimalar patgan. Islom deganmi 1 yil yoki 6 oy hukm surib kelgan 14 yilda islom bo'lamdi deydi. Bu yerda gap nima desa, Yoqub Bey hokimiyatidan ilgari Xitoylarning bir gapi bor, Sharqi Turkiston to'g'riliq tarixdan chiqargan. Bu zaminda her 10 yılda bir çoğun toplanan, her 5 yılda bir küçük toplanan bulup durdu. Demek tincimaydı bir yerde. Ama her katımlık toplanan boğanda ya 6 ay ya 1 yıl hakimiyetini elip, Xitaylarning qo'lidan olgan bo'lsa, haman yana Xitoylar qaytirib olgan buning bilan. Deb Xitoy tarixnomalarida mundaq bayonlar bor. Demak, bu yerdagi bu takrorliklar odatga xalq nima bergan deganda, bu Sharqi Turkistonda yoki bizning vatanda qurilgan, o'zimiz tarafidan qurilgan yoki islom bayrog'i ostida qurilgan bir hokimiyat 6 oy, 1 yilgacha mavjud bo'la oladi, uningdan uzun surmaydi. Ammo bu Yoqub Beyning 14 yildak davr surdi, buningdan herib ketdim deb odatdagi bir odamning bir inkosi. Shunga boy degandek, bu nihoyat odatdagi bir hikoya. Bu shu zamonning bir tarixchisi tarafidan yoki sarxil tarafidan yoki amaldor tarafidan deyilgan bir hikoya emas. Belki odatdagi bir mashrab ahlidan chiqayotgan bir sado. Ammo bu sado odatdagi xalqning o'z xalqining siyosiy taqdiriga, o'z xalqi tarafidan qurilgan bir hokimiyatga bo'lgan ishonch masalasini oshkorlab beryapti. Yoqub Bey davridagi 3-chi bir misol, bu albatta shu mazgildagi bir to'qilgan hikoya emas, ammo tarixiy real shaxs Niyoz Hekimbek. Niyoz Hekimbek. Balkim Niyoz Hekimbekniki nomini sizlar anglagan yoki tarix kitoblarini o'qigan bo'lsanglar, Yoqub Bey hokimiyati davrida eng ko'p tilg'ilingan yoki Yoqub Beydan qolsa eng ko'p tilg'ilingan shaxslarning birisi. O'z davridagi Yoqub Bey hokimiyati davridagi eng cho'ng viloyatlarning biri bo'lgan Xotan viloyatini 10 yillarcha boshqargan bir kishi. O'z davrida Mulla Musa Sayrami Niyoz Hekimbek haqida qanday baho berdi desa, Niyoz Hekimbekni 500lik odam deb yozadi. 500lik odam. Demak, bu gapning o'zidan aniq chiqib turdi. Niyoz Hekimbekning qanday xarakteriga ega bir shaxs ekanligi. Uningdan oradan yillar o'tib, Muhammad Emin Bug'ra 1940-yilda Kabulda tamamlagan Sharqi Turkiston tarixida Niyoz Hekimbek haqida to'xtalib, Niyoz Hekimbek insonlar orasidan chiqqan eng razil, ya'ni millatimizga xoinlik qilishda uchiga chiqqan bir shaxs deb Niyoz Hekimbekka bundoq baho bergan. Endi bu yerda Niyoz Hekimbekning qilmishlarini so'zlab o'tish uchun yoki Niyoz Hekimbekning Yoqub Bey qurgan bu hokimiyatning ostida Xotandek bir viloyatga 10 yillar hokimlik bo'lib turib, mushu hokimiyatning soyasida yashab turib, uning qanday qilib bu hokimiyatga hech qanday ishonchining yo'qligi yoki kunlarning birida Xitoylar yana qaytib kelib, bu tuproqni o'z elkiga oladi. Shuning uchun men kelgusidagi shu siyosiy hayotimga bir kapolat yoki bir garantiya berish uchun Yoqub Bey hokimiyati ostida turib, kelgusi uchun o'zi dasmoy to'plagan bir shaxs. Endi bu yerda Niyoz Hekimbekniki qisqacha arxivini tanishtirib o'tsak,
Niyoz Ekinbek o'zi Yakanda tug'ilgan. Tug'ilishidanla boshqa insonlarga o'xshamaydigan bir shaxs sifatida Mulla Musa Sayramining tarixiy hamidida tasvirlandi. Ya'ni Qashqarda men baydegandek 1860-yillarning beshida Sidiqbek degan qirg'izning boshchiligida qo'zg'olon bo'lib Qashqarda hokimiyat qurilgan vaqtda u chaqda Yakanning begi bo'lgan. Shunga Niyoz Ekinbek bu oraliqda ham Yakanning begi bilan Sidiqbek o'tirisiga nizo ziddiyat terib, bu ikkisini bir-birisiga tushirib, bir-birisiga selib oradan paydo bo'lgan kishi. Orqadan Xotanda Aqdan Badavlat kelib Yoqubbek Qashqardagi bu hokimiyatni, Xotandagi Xotan xonligini, Kucha xonligini hammasini o'z nimasi olgandan keyin bu Yoqubbekka sodiqlik bilan xizmat qilgandek ko'ringan bilan ko'nglida ya'ni fursat topsalar taraflar aro husumat tepib o'zining mohiyati bo'yicha Yoqubbek davrida Yoqubbekning hatto ishonchiga erishgan shu vaqtda. Shunga Yoqubbek siyosiy jihatdan noyita sazgur bir odam bo'lishiga qaramay, ammo hisobda Niyoz Ekinbekning domiga tushib ketgan. Ya'ni Xotanni shuncha qonliq janglar bilan olgandan keyin Xotandek bir boy bir zaminni, bir viloyatni qo'sh qo'llab Niyoz Ekinbekka tutqizgan. Niyoz Ekinbek tutqizgandan keyin bu jarayonda Niyoz Ekinbek ko'rinishda Yoqubbekka intayin sodiq ko'rinib, amaliyotda Yoqubbekning atrofidagi insonlarga shu qadar nima ishlatganki, hatto Yoqubbekning qishidagi eng sodiq mahramlardan bir ikkini oltin kumush berib buni setib olgan. Setib olib, Yoqubbekning maxfiy ordusida qandoq maslahatlar bo'layotdi, qandoq ishlar, qandoq planlar bo'layotdi, har vaqt Xotandagi Niyoz Ekinbekning quliga yetib turgan. Va shu bo'yicha u tadbir etmangan. Shunga Manchang Xitoylari Davanchangga yetib kelgan vaqtida Yoqubbek oldingi safga berib, Ko'rlida bu Davanchang urushidan mag'lubiyatga uchrab noyta g'azablangan vaqtda Yoqubbekning xarakterini noyta yaxshi tushungan. Yoqubbek g'azablangan vaqtda ko'ziga hech qanday narsa ko'rinmaydi. G'azablanganda birinchi qatam usluq deb vaqiraydi ekanda, u yendagi mahrami har vaqt shu so'g'aq ustuqni tayyor qilib turdi ekan. Shunga bu Niyoz Ekinbek Yoqubbekning bu turmush odatidan noyat yaxshi bilganligi uchun eng yaqin mahramini setib olib, Yoqubbek qachonki g'azablangan vaqtda shu ussizlikning ichiga zahar solsan, u chaqda hech nimani surishtirmay ichib etadi. Chunki boshqa vaqtda Yoqubbekmi har vaqt o'zining ichadigan suv boshqa narsalarni yondagi boshqa oshpazlarga ichirib, uningdan o'zi ichdi ekanda, shuncha sazgur odam hamda. Shunga Ko'rlida bu Davanchang urushidagi mag'lubiyatdan keyin Yoqubbek noyta g'azablanib, yendagi bir ikki mahramni qattiq qamchi bilan savab, oxirida yerib, ussizlik degan vaqtda yalqi mahrami zahar tashlangan ussizlikni berdi. Bir qachon ichiblar Yoqubbek u dunyoga safar qildi. Demak, Niyoz Ekinbekniki hiylisi shunchalik kuchli bir kishi. Uningdan keyin Niyoz Ekinbek Xotanga 10 yillar hokimliklik qilish jarayonida Xotan xalqini turli o'yin va turli hiyla nayranglar bilan ko'ldirildi. Xotan xalqining diniy jihatdagi sadoqatidan noyat unumli foydalanib, Xotanda o'zining ordisi atrofida bir chorboq bino qilib ekan. Shu chorboqning ichida bir joyni ko'latib, Xotan xalqidan yiqqan butun oltin kumushni shu o'rakka ko'mib, ustiga uningdan bir mazoliq, yolg'ondan bir mazo silib, bu payg'ambar alayhisalomning palonchi pushti din taqatga kelib, bu Xotanda o'lib ketgan degan bir rivoyatni chiqarib taqdib, oxirida Xotan xalqini bu mazoliqqa tavob qildirgan holatga kelgan ekan. Chunki mazoliqni hech kim ko'lamaydi, uning ulug' deb qoldiqi uchun ostidagi oltin kumush noyat bexatar turdi degan gap. Demak, Niyoz Ekinbekning bunday hikoyalardan samandek hikoyalari bor odamning. Xotan xalqini qandoq qing'ir qaqshatganligi, qandoq aldaganligi, qandoq ko'ldirilayotganligi, hamda bu yerdagi yig'iyotgan bu oltin kumush Niyoz Ekinbekning o'ziga yetmadi. U o'ziga yetadi, ammo Yoqubbekning hokimiyati ostida bir hokimbeklik qilib turib, u kelgusida Xitoylar hamon keladi. Bu Yoqubbekning hokimiyati uzun sürmaydi. Xitoylar kelgandan keyin o'zining kelgusidagi o'rni uchun ayada zamin hozirlab, Yoqubbek hokimiyatini qo'lga olgandan boshlab toki 13-14 yil og'dirilishi bo'lgan jarayonda har yili
Beyjingdagi Manchang xonligiga Sharqiy Turkistondan topshirilgan boshchilikning miqdori bo'yicha oltin kumushni ashad saqlagan ekan. Saqlab, keyin Zozongtang askar boshlab Davanchang orqali mushu Korl taraf kelganda, uningdan fursat keldi deb bu Niyoz Ekinbek Xotandan o'zining odamlarini agashtirib, qechib Taytamakan orqali nimaga borgan. Korliga berib, shu yerda Zozongtang, Liujintang degan Xitoylar bilan ko'rishib, men sizlarga 10 necha yilning yoqi bu Yaqubay bilan Qaroqchi davrida topshirilmagan butun boshchilikning hammasini men yig'ib keldim. Men hozir shu boshchilikni sizlarga topshirib beraman deb oxirida bularni boshlab berib, shu o'rakni ichib, boshchilikni topshirdi. Demak, bu Niyoz Ekinbekning hikoyasi. Yaqubay davridagi eng yuqori qatlamdagi bir insonning bu hokimiyatga bo'lgan ishonch masalasi, buning oli ko'ngilligi, munofiqligi. Undan keyin bu Xitoylar kelib, Sharqiy Turkistonni to'liq o'z qo'liga elib, o'zinglar bilasizlar 1884-yili Xinjiang o'lkasi qurib, undan ilgariki Manchang xonligida bizning vatanga bergan barliq huquqlarni hammani qaytadan tangshab, janubda baylik tuzumini to'liq amaldan qoldirib, bir qancha joydagi shu Vangliqdan boshqa joylarni to'liq Xitoyning ichki o'lkalariga o'xshash bir o'lka tuzumida, yana viloyat, noya o'lka tuzumiga akilib, viloyatlarga Dotay, noyalarga hokim qo'yib, bevosita boshqurgan bo'ldi. Endi mushu mezgilda bu Niyoz Ekinbek yana o'zi o'ylagan Xitoylar kelgandan keyin ununimi yuqori amalga erishishning sherin tushun ko'rgan bo'lsa-mu, ammo kelgan Xitoylarni hiligar. Demak, sen o'zingning eganga, o'z davrida sana mansab bergan odamga xiyonat qilgan ekansan, hamon bizga mi xiyonat qilishing mumkin. Deb bundaq o'ylaganligi uchun bu Niyoz Ekinbekka yuqori mansab bermagan. Buning bilan Niyoz Ekinbek yana qaytadan quturab, bu Xitoylarning hokimiyati to'g'riliq bu yerlarda har xil gaplarni taqatganligi uchun eng oxirida Qashqarda Niyoz Ekinbekni hapsiga elib, hapsida Mullo Musa Sayramining yezishi bo'yicha eng oxirida ochliqdan o'zining go'shini o'zi yeb, turmada ashundaq o'lgan deb yezildi tarixiy hamidida. Demak, endi bu yerdagi bu misol nima desam, bu misol Yaqubbek hokimiyati davrida eng yuqori qatlamdagi bir insonning shu milliy hokimiyatga, shu islomiy hokimiyatga bo'lgan ishonch masalasini Niyoz Ekinbekning misolidan tushunilishga bo'ldi demoqchi. Endi oxirdagi 4-chi bir o'rnak. Yaqubbek qurgan Qashqariya davlati davrida va uning yiqilishining oldi keyindagi yana bir o'rnak Yetsu vadisida o'tgan dangliq millioner, o'z davridagi eng dangliq boylarning biri bo'lgan Valibay Yo'ldashev yoki Valibay Yo'ldash o'g'li. Balkim Valibay to'g'riliq ko'pincha bakchaq angladinglar. O'z davrida bizning vatanda, ya'ni Uyg'urlar orasidan sanoqliq kelib chiqqan bir qancha cho'ng boy jamoat bor. Birisi albatta Musa baylar jamoati, uningdan keyin Qashqardagi Axunbaylar jamoati. Keyincha 20-asrning boshlarida Turpan tarafda bosh ko'targan Mo'ytila jamoati, uningdan keyin Ili Yetsu vadisida yoki shu vaqtning tili bo'yicha aytganda taranchalar orasidan kelib chiqqan millioner Valibay. Bular o'z davridagi bizning Uyg'urlar orasidan yetishib chiqqan eng dastlabki savdo sanoatni asos qilgan yoki burjuaziya iqimiga vakillik qilgan yuqori qatlamdagi insonlar edi. Sharqiy Turkistonda Manchang imperiyasi baglik tuzumini yo'qotib, Uyg'urlarni to'liq siyosiy huquqdan mahrum qilgandan keyin Uyg'urlarning orasidan yetishib chiqqan yuqori qatlamdagi boylar edi. Bu boylar o'z davrida bir qancha millionning egisilar emas, o'z davridagi Manchangning siyosatiga ta'sir ko'rsatgan shaxslar edi. Shunga biz yaqinqi zamon hozirgi zamon Uyg'ur ma'rifining tug'ilishi, Uyg'urlarda zamonaviy ideyaning tug'ilishi, Uyg'urlarda zamonaviy davlatchilik siyosiy ongning tug'ilishini Uyg'urlarning ostidan kelib chiqqan mushu boylarning o'z davridagi qo'llab-quvvatlashi, o'quvchilarni chet elga avatib tarbiyalashi, maktab ichib bularga mablag' selishi qatorliq nurg'un narsalarni biz so'zlab keldik. Masalan, Musa baylar jamoatining Uyg'urlarning uyg'onishida ko'rsatgan ta'siri. Albatta, bularning ichida Valibay Yo'ldashevning Ili Yetsu'dagi Uyg'urlarda jadidchilik maktablarining ochilishi, uningdan hozirgi Qozog'istondagi Yarkan,
yoki Panfilopdaydı bu yerdagi Valibayning qurgan cho'ng masjidi hozirgi tarixiy o'rnaklari tehi hozircha saqlanib kelyotidi. Ammo endi shuncha ko'p maqtalgan Valibay Yo'ldashevning bizga ko'ringan maskasining keyinda bizga bilinmagan yana bir yuzi bormi? Demak, biz tarixning cho'nqur qatlamlariga texmi cho'nqurroq ishkillab kirsak, Valibayning qandoq qilib bir millioner sifatida bosh ko'targanligining tarixiy orqa ko'rinishini qisqacha bu yerda deb o'tish zarur deb o'yladim. Chunki hammanglar bilasizlar 1860-yillarda ili sultonligi qurilib, taxminan qisqa vaqt mavjud bo'lib turdi. Halbuki uzun o'tmayla Ruslarning ko'z tikishi bilan oxirida iliga tajovuz qilib kirib, bu ili sultonligi yemirildi. İli sultanlığı yemirilgandan keyin ili Çarosiya tarafidan ishg'ol qilindi. Bu mezgilda ilidagi necha 10 minglagan yerlik xalq, ya'ni shu vaqtdagi taranchilar degan xalqni Çarosiya emgak kuchidan foydalanish, Yettisu vodisidagi bepoyon bo'zuqlarni echib, bu yerda dehqonchilik qildirish uchun u yerga qozoqlarni yoki boshqa chorvachi xalqlarni ko'chasi bilan chorvachilikni dehqonchilik qila olmaydi. Shuning uchun dehqonchilikqa usta bo'lgan bu taranchilarni Yettisu vodisiga ko'chirish ehtiyoji tug'ilgan. Bu Çarosiyaning bir strategiyasi o'z davridagi. Endi mushu ko'chishda bularning keyinida bu taranchilarni qo'zg'agan, uyushtirgan yoki bularni organize qilib aşaga chiqqan kishilarning eng cho'ng kishilarning birisi Valibay Yo'ldashev. Chunki uning oldida Valibay Yo'ldashev turli yo'llar bilan beyib o'z davridagi nihoyat cho'ng bir boyga aylanganligi uchun bu o'z davridagi Rossiya imperiyasi yoki ularning siyosiy kattalashlarning nazarida taranchilarni kontrol qila oladigan shaxs deb qaralgan. Endi bu yerda Valibay Yo'ldashevning beyish yo'li qandoq bo'lgan degan bir masala tug'ildi. Ya'ni 1875-yili Manchang imperiyasi Beijing o'rtasida Sharqiy Turkistonni qaytarib olish kerakmi degan bir keskin bahs munozara berilgan vaqtda hammanglar bilganinglardek ikki cho'ng guruhga bo'linib ketgan. Bir guruh Li Hongzhang boshchiligidagi Sharqiy Turkiston tashlab etish, Xitoyning dengiz bo'yi yoki dengiz sanoatini kuchaytirib, Xitoyni sanoat davlatiga aylantirish, Sharqiy Turkiston, Tibet qatorliq chegara chat taraqqiy qilgan rayonlarni tashlab etish. Bu Li Hongzhang tarafdorlarining ko'z qarashi. Ammo Xunandan kelib chiqqan bu Zozongtang iqlimidagi yana bir guruh yo'q, qat'iy tuproqni tashlashga bo'lmaydi. Har qanday badal ketishidan to'lashning qat'iy nazar Sharqiy Turkiston, Tibet va Mongoliya qatorliq bu chegara rayonlarni qo'g'dab qilish kerak. Agar Sharqiy Turkiston qo'ldan ketsa, Mongoliya qo'ldan ketadi. Mongoliya qo'ldan ketsa, bevosita ta'did Beijingga tushadi degan bir siyosiy ko'z qarashni ko'tarib chiqib, bu o'rtada qattiq talash tortish qilib, eng oxirida Zozongtang tarafdorlari bu nimaning ustunlikni egallagan. Ustunlikni egallab, Manchang ordisi Sharqiy Turkistonga askar tortishning planini tuzgan. Halbuki bu vaqtda Manchang ordisi nihoyat og'ir tashqi qazga, davlatning ichki qismida masalan Tunganlarning qo'zg'oloni, janubdagi qo'zg'olonlar tufaylidan Manchang imperiyasi nihoyat ojizlashgan bir vaqt. Sharqiy Turkistonni qaytarib olish uchun millionlarcha askar chiqarishda bunida nihoyat uzun musofa, nihoyat zo'r oqsat ta'minot ketadi. Buning uchun bu pulni qanday hal qilish kerak? Manchang ordisi bu iqtisod masalasida toza ikkilanib turgan vaqtda 1875-yili Rossiya imperiyasiga qarashli cho'ng savdogarlardan Kamenskiy degan kishi Zozongtangga signal berib, Xi'anda uchirishni talab qilgan. Oxiri 1875-yili bular Xi'anda uchirishib, nimani kuch ko'rgan Zozongtangni. Sen çataq yo'q askerini başla, sana ketidan bütün açlıqni men ta'minlayman. Chunki o'ylab beqinlar o'z davridagi Xi'andan bu Sharqiy Turkistongacha bo'lgan musofa degan o'z vaqtidagi mashina hech qanday zamonaviy qatnash quroli yo'q davrda bu otliq, eshaklik bundaq safar qilish degan 3 oydan 6 oygacha turadigan bu safar. Uning ustiga millionlarcha askarni bu yerga safarbar qilish kerak. Buning uchun oldi bilan oqsat ta'minoti bo'lmasa, bu askar mang'amaydi edi. Bunun bilan bu Yaqub Bey bilan bu kelishim maxfiy tuzilgandan keyin Lanzhouda tuzildi. Uningdan Zozongtang askarlarini Lanzhou Juchan tarafga qarab Xeshi koridoriga to'playdi. To'plagandan keyin bu Kamenskiy, Rus savdogari Kamenskiy buncha ko'p ochliqni Sibiriyadan buni ta'minlab bo'lishga ko'z yetmay, bu eng oxirida buning nazari ochliq ombiri deb atalgan ili vodisiga tushdi.
bu vaqtda ilini allaqachon Çarosiya ili sultanlığını yo'qotib kontrol qilgan vaqti. Undaq bo'lg'achqa bu iliga berib, ilidagi eng cho'ng baylarning biri bo'lgan Valibay Yo'ldashev bilan so'zishib, agarda sen ilidan ilining ochlig'ini kunda necha yuz, hatto necha ming harbi bilan ili, Manas, Qumul, Juchangicha bo'lgan oraliqda ochliqni yetkazib bersang, bu ochliqdan g'oyat zo'r darajada foydalanamaysiz deb foydani hisoblagan. Yana Rus savdogari Kamenskiy har put ochliqdan 6000% foyda. 6000% foydada, chunki oyada bir necha kopek, Rus kopeki olgan nimani oyaga 8-10 rubliydan Zozongtanga o'tkazadiganlar. Onun degan bu oraliqda Valibayga 1000% foyda beradiganligini aytganda, bundaq bo'lganda bu ilidagi eng cho'ng boy bo'lgan Valibay taranchalarni uyushtirib, eng yaxshi ot harvalar bilan ilida yuzlarcha, hatto minglarcha ot harva tayyorlab, ilidagi bu ochliqni, beslib ketgan ochliqni Manas yo'li bilan Juchanga qarab to'shqa boshlagan. Demak, bu yerda nima kelib chiqyotdi? Manchang ordisi Sharqiy Turkistonni qaytarish uchun millionlarcha askarni safarbar qilyotdi. Ammo bizning xalqimizning ichidan chiqqan bir qism insonlar beyish, foyda olish uchun bizning vatanning ochlig'i orqali Xitoy askarlarining qo'shin to'yg'izishga safarga chiqyotdi bu yerda. Shunga bu yerdagi bu detallar butunlay Rus manbalari va keyin oshkorlangan. Bu yerda bu Valibayning beyish yo'lini tushunishda David Brophy'ning Uyg'ur Nation degan kitobini tavsiya qilaman. O'qib beqinglar. Shuningda o'z vaqtidagi Rus, uningdagi Xitoy manbalaridan foydalanib, bu Valibayning oq ko'rinishidagi beyish yo'lini birinchi qatam mana shu kitobda tafsili ochgan hamda. Ochgan. Shunga men bu yerda Valibayni 100% ayblamoqchi emas. Albatta, Valibay o'z davrida Uyg'urlarning keyingi mezgillarda ili yettisi Uyg'urlarning ma'rifining gullanishi, jamiyat taraqqiyoti bu narsalarda nihoyat muhim rol o'ynagan. O'z davridagi Valibay 1916-yili vafot bo'lgan vaqtida shu vaqtdagi yettisi viloyatining gazeti degan Ruscha gazetda Valibayni taranchalarning Harun Rashidi degan bir maqol chiqqan. Harun Rashidni bilsizlar, Abbosiylar imperiyasi davridagi eng dangliq xalifa, eng dangliq podshoh. Harun mayadagi Valibayni tarixdagi Harun Rashidga tenglashtiryapti oyada. Bu bir misol. İkinci bir misal, öz davridagi Osmanlı imperiyasi öz atrofidagi musulmonlarning ichida inovat obro'yi bor yoki Osmanlı imperiyasining nazarida ajoyib insonlar deb qaralgan insonlarga o'z davrida payg'ambar alayhissalomning to'p qopida saqlanayotgan muborak saqildan bir taldan hadiya qilib ekan shu zamonda. Shu saqaldan bir tali Valibay Yo'ldashevga 20-asrning boshlarida avatilgan ekan. Bo'ldimi? 20-asrning boshlarida Osmanlı imperiyasi tarafidan Valibay Yo'ldashevga bir parcha bir tal payg'ambar alayhissalomning saqil avatilib ekan shu vaqtda. Buningda Valibay Yo'ldashevning shu mazgildagi yuz obro'yini bilib olg'ili bo'ladi. Valibay Yo'ldashevga bu nima avatilgandan keyin bu Qashqardagi o'lim olami buni anglagandan keyin nima bo'lib Osmanlı imperiyasiga bir o'mak avatib, demak bu ilidagi taranchalarga bir tal saqal tegibdi. Bo'lsa bizning Qashqardagi musulmonlar uchun bir hadiya berilsa degandan Qashqar tarafga bir tal payg'ambar alayhissalomning saqalining avatilganligi haqida ma'lumotlar bor. Ammo bu saqal kelgandan keyin nerda saqlandi, keyin qanday g'oyib bo'ldi, bu vaqtda hozircha hech qanday uchur ko'rmadim. Bu faqat bir misol. Endi uchinchi misol nima desa, uchinchi misol bu Valibay Yo'ldashev o'z davrida ikki imperiyaning o'rtasida nihoyat zo'r rol o'ynagan odam. Manchang imperiyasi bilan Rus imperiyasining o'rtasida. Masalan, Ruslar Valibay Yo'ldashev qanday qargan degan vaqtda 1896-yili Çar podshoh Nikolay II'ning taxtga o'ltirish murosimi Sankt-Peterburgda nihoyat haybatli o'tkazilib, dunyodagi eng dangdor odamlarning hammasi taklif qilingan. Shu qatorda yettisi ili taranchalarning oqsoqoli bo'lgan Valibay Yo'ldashevmi shu murosimga taklif qilinib, murosimda Manchangning yuqori darajalik amaldori Li Hongzhang bilan ikkisiga bir yerdan o'rin berilgan. Valibay Yo'ldashev bilan Li Hongzhangga. Shunga bu yer demoqchi bo'lganim, Valibay Yo'ldashev haqiqatanmi o'z davridagi haqiqatan Uyg'urlar ichidan chiqqan bir cho'ng shaxs edi. Ammo bu shaxsning beyish yo'ldagi
ba'zi yo'llar bo'pmi zo'zongtang askar boshlab bizning sharqiy turkistonga chiqayotgan vaqtda buning yeydigan ochlig'ining bizning uyg'urlar tarafidan ta'minlanishi ilidagi ochliqning ilidan jo'changa to'shilishi bu vaqa odamni haqiqatan ichindirdi. Demak, bir tajovuzchi kuch bizning zaminimizni, bizning territoriyamizni, bizning xalqimizni isloh qilman deyotgan vaqtda foyda uchun shu tajovuzchilar bilan hamkorlashish yoki shulardan foyda olish masalasi bu yerda o'ylab ko'rish tegishli bir masala. Albatta, bizning tariximizda boylar bugunga qadar nihoyat zo'r rollarni o'ynab keldi. Ammo yana bir tarafdan aytganda ba'zi masalalar kelganda foyda manfaat bizning davlat manfaatimizdan hamon ustun qo'yilib keldi. Shunga men bu nuqtadan Valiboy Yo'ldoshovni tilg'ab o'tdim. Bu oxirgi yakun emas, balki tarix o'rganuvchilarni tarixdan savoq olish jarayonidagi kichikina bir detal, bir hikoya. Xolos. Shuning bilan Yoqubbek davridagi 4 o'rnakni men mushunchalik tonishtirib o'tay. Qolganda qiziquvchilar bo'lsa, tarix kitoblarini o'qish jarayonida o'zinglar his qilsanglar. Endi oradan Yoqubbek hokimiyati yemirilib 50-60 yil o'tgandan keyin bilganinglardek 1931-yildan boshlab Sharqiy Turkistonda yana bir qatamliq keng ko'lamli milliy qutulish inqilobi bo'ldi. Bu inqilobning oxirgi natijasi sifatida Xotanda Xotan Islom hokimiyati, Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurildi. Bu hokimiyatlar nihoyat qisqa vaqt mavjud bo'lib turib, tarix sahnasidan o'chgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur xalqining o'z davlatini qurish, o'z hokimiyati ostida yashash, hur va mustaqil va o'zining irodasi bo'yicha yashashdan iborat bu siyosiy irodasini tarixda bizga ifodalab bergan bir sahnani, bir ko'rinishni, bir tarixni qoldirib ketdi. Bu shuning uchun qimmatli. Endi bu yerda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati davridagi bu milliy inqilob davridagi yana bir misolni men tilga elib o'tishni muhim deb qaradim. Bu odatdagi bir hikoya, xalq orasidagi bir aytim. Balkim tarixda yuz bergandi, yuz bermagandi, ammo boshqalarning asnlarida tilga ilingan bir hikoya. Ya'ni sizlar bilasizlar 34-yili 33-yili Xotanda inqilob bo'lib, nihoyat tezda Xotan Islom hokimiyati qurildi. Sharqda Charchan chaqiliqdan g'arbda yakangacha bo'lgan keng territoriyalar bu hokimiyatning boshqarish ostiga kirdi. Bu mezgilda yana Xotan elinib, uzun o'tmayla Muhammad Emin Bug'ra guma qag'iliqlarni elib, oxirida bu yakan nihoyat muhim joy bo'lganligi uchun birisi ochliq bazasi, ikkinchisi Qashqarni elishdiki nihoyat muhim bir joy. Yakan elinmay turib Qashqarni og'ilmaydi. Shunga bu Xotan askarlari nihoyat zo'r sonda qag'iliqqa to'planib 1933-yilning yoz oylarida Yakan Yengishada 500 ga yaqin Tungan Xitoy askari Yakan Yengishani egallab turgan. Bularning qurollari xil. Shunga nihoyat zo'r kuch bilan qag'iliqqa kelib, qag'iliqdan bu nima Yakanga kirish orqasida Xotandan yo'tkab kelingan qurol yaroqlar ochliq bu oqsat ta'minotlarni nihoyat tez suratda Yakanga to'shish kerak. Buning uchun o'z davrida zamonaviy qatnash qurol bo'lmag'achqa ot uloq lozim. Shunga qag'iliqda ba'zida xalq chaqiriq qilish, ba'zida hatto zo'rliq yo'li bilan xalqning ot uloqlarini cho'qim bersa, ma narsalarni Yakanga akirmasak bo'lmaydi deb hatto ba'zi bermagan odamlardan majbur tatib olgan hamdi. Shu mezgilda qag'iliq bozoridagi bir mo'mayning faqat bir qo'tir eshigi bor ekanda. Bu eshakni bagini unutmagandan keyin oxiri Xotan askarlari buni zo'rliq bilan tatib elib, uningga harbiy lavozimlarni yuklab Xotanga olib ketgan. Olib ketgandan keyin bu mo'may buningga chidamay, qag'iliq bozorining o'ttirg'i chiqib olib, ashada vaqirab shikoyat qilib, bu Xotan askarlarini tillabdi-da. Nima deb tillabdi desanglar, sendek islomchilardan yana shu Xitoy yaxshi ekan degan bir gapni nihoyat yuqori ovozda takror qag'iliq bozor degan ekan. Shu vaqtda qag'iliqda yashagan yoki bu voqeani ko'rganlar keyingi zamonlarda bu voqeani o'zining aslimlarida yozgan. Shunga men bu yerda faqat Abdurashid Xo'jaahmad degan kishining qag'iliq bozorining 1926-yildan 36-yilgacha bo'lgan 10 yillik tarixidan aslama degan Xinjiang tarix materiallari chiqqan aslimasidan ilingan bir kichik hikoyani bu yerda ta'kidlab o'tdim. Endi bu yerdagi bu kichik hikoya
nima deydi degan vaqtda bu yerdamda bu mo'mayni yomonlamoqchi emas, balkim u mo'mayda hech qanday bir siyosiy nima yo'q, ang yo'q. Ammo bu yerda oddiy bir xalqning Xitoyning hokimiyatidan qutulib, vatanning hurligi, ozodligi qo'lga kelish harpisida azroq bedel to'lashni xohlamaydiganligi bizning insonlarimizning yoki o'zimizdan chiqqan bu hokimiyatga yoki o'zimizdan chiqqan bu inqilobga ishonchning yo'qligimi yoki boshqalarning qo'l ostida yashashni xohlamdi. Buni hech tushangili yoki tushundirgili bo'lmadi, ammo bu mo'may odatdagi bir mo'may. Demak, bu yerda qog'iliq bozori to'langan bu so'z sandak islomchilardan Xitoy yaxshi ekan degan bir so'zning shu vaqtdagi avom xalqqa beradigan ta'siri yoki aks ta'siri yoki negativ ta'siri albatta zo'r bo'ldi. Ya'ni kelib bu odatdagi avomning o'z xalqi tarafidan qo'zg'algan bir milliy inqilob bo'lgan pozitsiyasi, bu hokimiyatga bo'lgan ishonchi qatorliq ba'zi nimalarni muomalasini ifodalab qo'ydi. Shu nuqtadan men bu misolni aldım. Bu birinci örnek. İkinci örnek mayada resimde körüp turğunladık. 1930 yıllardaki inqilab davrida o'ttirg'a chiqqan munozirlik bir shaxsga aylangan Abdug'ofur Shabdul Damulla masalasi. Hamda bu yerda Abdug'ofur Shabdul Damulla haqida vatanda o'z davrida ba'zi adabiy asarlar yozildi, aslamalar yozildi. Ba'zi tarixlarda ancha-muncha Xitoyning siyosati yo'l qo'ygan yoki imkon bergan doira ichida ancha-muncha Abdug'ofur Shabdul Damulla haqida gaplar bo'lindi 80-90 yillarda. Lekin 2000 yillardan keyin Abdug'ofur Shabdul Damulla haqida yozilgan bir narsani ko'rmadim. Chunki Xitoyning siyosati ching'an sari Xitoy uchun xizmat qilgan ba'zi insonlar haqidagi bu bas munozirlarni albatta yo'l qo'ymaydi. Shunga hamda Abdug'ofur Shabdul Damulla haqida agar to'liqroq ma'lumotga erishman desanglar, bu yerda bir qancha manbani tavsiya qilaman. Birisi Muhammad Emin Qurboni deydigan bu Qashqarda 80-90 yillarda nihoyat ko'p aslim yozgan bir shaxs bor. U 1930 yillarning jonliq bir shoiri. Bu kishining nihoyat yaxshi aslimlari bor 30 yillardagi Qashqarda bo'lgan inqiloblar haqida. Bu kishining tundagi fojia deydigan aslimasi bor. Bu aslimida maxsus Abdug'ofur Shabdul Damullaning o'ttirg'i chiqishidan tortib, eng oxirida Mahmud Muhiti tarafidan o'ltiriluvchi bo'lgan jarayon qisqa ammo nihoyat meg'izliq shaklda yozilgan bir aslama. Tavsiya qilaman. Ikkinchisi Abdug'ofur Shabdul Damullaning o'limidan keyin 36-yili Shingsay hukumati Urumchida Xinjiang gazetxonasining bosimxonasida 5000 nusxa bostirgan Abdug'ofur Shabdul Damullaning bir risolasi bor. Bu risola Shingsay hokimiyatiga Qur'on Karim va hadis shariflardan naql keltirib turib, Shingsay hokimiyatining Uyg'ur xalqining Shingsay hokimiyatining ostida qandoq baxtiyor yashaydiganligini sharhlagan bir risola. Bugungacha buning nusxalari taqilib kelgan. Shunga buni ko'rib baqsanglar, Abdug'ofur Shabdul Damullaning qandoq bir inson ekanligini bu o'zining qalamidan chiqqan asar orqali tushunib olg'ili bo'ldi. Undan boshqa adabiy asarlardan masalan Abdurahim O'tyurning O'yg'ongan zimin nomli romanining ikkinchi qismida Abdug'ofur Shabdul Damulla tilga olindi. Roman shaklida bir hikoya shaklida berilgan. Undan keyin Muhammad Emin Zunun Tashnoyi degan bir yozuvchimiz bor. Bu yozuvchimizning 1988-yili e'lon qilgan Munofiqning o'limi deydigan bir povesti bor. Bu povestda Abdug'ofur Shabdul Damulla baş personaj sifatida tasvirlanib, nihoyat aniq sharhlangan. Undan keyin bu Sovet ittifoqining KGBning odamlaridan 30-yillardagi milliy inqilob davrida Sovet ittifoqi tarafidan Urumchiga avatilib, Xo'janiyaz hojimni kontrol qilgan Mashhur Ro'ziyov yoki Mansur Ro'ziyov degan bir shaxs bor. Bu shaxsning keyin yozgan Uyg'ur ziminda deydigan bir aslimasi bor. Bu aslimani o'qib chiqsanglar 1935-36 yillarda Mashhur Ro'ziyovning Qashqarda Shabdul Damulla bilan qandoq hamkorlashib Mahmud Muhitini parchalash uchun harakat etib bo'lganligiga oid ba'zi detallar mushu manbada chiqadi. Shunga bu manbalarni qisqacha tavsiya qildim. Endi Abdug'ofur Shabdul Damulla zodi kim? Albatta buni tafsili so'zlab o'tamayman. Bu yerda Abdug'ofur Shabdul Damulla o'z davridagi Qashqarning Yo'pirg'a noyisining Shabdul degan yezdan
kelib chiqqanligi uchun o'zi Shabtul degan laqab bilan atalgan, o'z davrida Buxoroda o'qigan, diniy jihatdan nihoyat yetilgan olim. Ya'ni o'z davrida bu Abdug'oppor Shabtul domlalarning nurg'un shogirdlari, hatto ma sharq tarafda Qumul, Turpandan tortib Ili, Xotangacha bo'lgan joyda minglarcha shogirdlari bormish. Shunga o'z davrida bu nihoyat nom qozonib 1920-yillarga kelgandilar bu odamda Qashqarning qoziligini qo'lga keltirsam deydigan bir niyat tug'ilganligi uchun 1924-yili Abduqodir domullarning suiqasd bilan o'ldirilishida Abdug'oppor Shabtul domullarning qo'li bor deydigan gumoniy nuqtalar ba'zi aslimlarda o'ttirib qo'yilgan. Masalan, men boy degan Muhammad Emin Qurbonining Tundagi fojia degan aslimisini o'qisanglar, shu aslimida bu gumon o'ttirib qo'yilgan. Shu vaqtlar bu nimaga chiqqan. Undan keyin 1930-yillarda inqilob bo'ldi. Inqilob bo'lgandan keyin Qashqarni dastlab olgan kishi Qirg'izlardan chiqqan Osman Ali bilan, undan keyin bu Kucha tarafini bo'lgan Temir Ali, ya'ni Temir Sijang deb qo'ydi. Bular berib Qashqarni kontrol qilib turgan. Ammo Abdug'oppor Shabtul domullar bu burunqi hunarini ishga solib, nihoyat usluq bilan bu Osman Ali bilan Temir Alining o'tirisiga nizo selib, birdan uning qishig'iga, birdan uning qishig'iga berib, birisining gapini birisiga cheqib, eng oxirida bu ikkisini birga kilamaydigan holatga kelgan bu. Undan keyin bilisizlar, Xotan tarafdan Sobit domullam Muhammad Emin Bug'roning inisi Abdullah, Amir Abdullahni boshlab, Xotan askarlari bilan bu nimaga keladi? Qashqarga kelayotgan vaqtda bu Temir Sijang bu nimaga kamson Xotan askarlari. Chunki Qashqar texnik murakkablashib ketadi deb bu Abdug'oppor Shabtul domullarni maxsus Yakanga avatgan. Yakanda Sobit domullar bilan bu Amir Abdullah bular bilan bu Shabtul domullar ko'rishib, Qashqarga bormanasizlar. Basanglar bo'lmaydi u bu degandan keyin bular munozaralashib, eng oxirida Sobit domullar bag'inimiz bag'an deb turdi. Shuning bilan Sobit domullarni qoyil qilmay, ko'chaga chiqib, Shabtul domullar o'zining nom obro'yi bor odam bo'lganligi uchun shogirdlar orqali gap so'z taqitdi. Bu sallis yo'g'on domullarning nim degini, uning Qashqar Yangishahdagi Mojansonga kuch yetam ekan, taqa o'zining holiga boqmay bir jumhuriyat quraman deb po'tib yuribdi degan gaplarni Yakanda taqatgandan keyin bu gap udul Xotan askarlari bilan bu Sobit domullarning qo'liga yetdi. Shuning bilan Amir Abdullah buyruq tushirib, Shabtul domullarni Yakanda qo'lga olib hapsiga oldi. Olgandan keyin ustidan bu nima Temir Ali Qashqardagi qayta yana bir o'mak avatib Shabtul domullarni qo'yib berish to'g'riliq bu ikki taraf o'tirsizlar yana bir nima chiqdi. Majra chiqdi. Demak, bu majronimi o'z davrida Shabtul domullar teriydi. Undan keyin bu majralar o'tib, oxirida bu Qashqarda jumhuriyat qurilgan dastlabki vaqtlarda Sobit domullar haqidagi ba'zi gaplarni o'zining odamlari bilan Kucha Oqsudagi Xo'janiyaz hojimga odam avatib, Sobit domullar ustidan chaqinchilik qildi. Ikki orada Xo'janiyaz hoji bilan Sobit domullarning orasini buzishdimi, Shabtul domullarning qo'li bor. Undan o'tib bu Sharq Turkiston Jumhuriyati yemirilgandan keyin Shingsay kontrol qildi. Aqidallar Shingsayning eng sadoqatli odamiga aylanib, Buron Shahidining Shinjongning 50 yil degan kitobini o'qisanglar, 35-yili Shingsay oltin medalni bergan 10 shaxs bor. O'ziga sadoqat ko'rsatgan 10 shaxs. Buning ichida Uyg'urlardan Abdug'oppor Shabtul domullar, undan keyin Buron Shahidi. Ikkisi bor Shingsayning oltin medaliga erishganlardan. Shingsay davrida hatto shu darajaga yetganki, keyingi yillarda 90-yillarda Yalqin Ro'zi va boshqa bir qism Uyg'urlarning maqollarida Abdug'oppor Shabtul domullarning o'z davrida Muhammad payg'ambarni eng oxirgi payg'ambar deb Alloh taolo avatgan. Agar undan boshqa payg'ambar avatish to'g'ri kelsa, Shingdoban janoblarini avatgan bo'ladi degan gapni qilgan degan to'g'riliq Uyg'ur jamiyatida nihoyat ko'p gap bo'lindi. Halbuki bu so'zlar ko'p maqollar tilg'ilanda, hatto men bu bir kitobimda buni ishlatgan. Halbuki hamda buning manbasini zodi nada degan qaysi asarda e'lindirganini shuncha izlab topolmadim. Balkim degandi, balkim demagandi, ammo o'z davridagi Shabtul domullarning Shingsaydak ateis bir Xitoyning hokimiyatiga Qur'on Karimdan naql keltirib, hadislardan naql keltirib, Shingsay hokimiyatini qonunlashtirishga, Uyg'ur xalqini shuning ostida yashashga ündashdan iborat bu narsaning o'zila bu kishi bu gapni degan yoki demagan bo'lsin, buning mohiyatini bu yerda ko'rsatib beryapti. Shunga Shingsay davrida Abdug'oppor Shabtul domullar
Qashqada o'zi orzu qilgan qozilik o'rniga chiqdi. Keyin Shinsayning yo'l yo'rig'i bo'yicha Qashqadagi Mahmud Muhitini. Chunki Mahmud Muhitning qo'lida otliq askarlar 3-4 mingdek Uyg'ur askar bo'lganligi uchun, qo'lda qurol bo'lganligi uchun Shinsay kech-kunduz uyqusiz qochgan. Buni yemirish uchun oraga nizo terib Mahmud Muhitini obro'ysizlantirish ishida bu projektda Shabdul Damullardan foydalangan. Eng oxirida bu narsani Mahmud Muhittin aniq bilib turganligi uchun 1936 yili 4-oyning 12 kuni Shinsay ikkinchi qatam Abdug'ofur Shabdul Damullarni Urumchiga chaqirtib, Urumchida bir yig'in orqali shu vaqtda Moskvada Oktyabr inqilobining 20 yillik bo'ldi ekan. Shuningga bu Abdug'ofur Shabdul Damullarni avatishga bir vakilga nomzodlikqa ko'rganmish. Shuning bilan bu Abdug'ofur Shabdul Damullarning Urumchiga borsa, texnik ko'p ish terishidan ansirgan Mahmud Muhiti eng oxirida Urumchiga minishning oldida o'zining qo'mondonlik shtabiga chaqirib Damullamdan. Damullam Qur'on Karimda munofiqning jazosi nima deb savol so'raydi ekanda, bu aslimada chiqadi. Oxiri bu noyat yetishgan dinli odam bo'lganligi uchun Qur'on Karimdagi shuningga oid bir oyatni naql keltirib degandekin, xo'p deb boshqa javob bermaydi. Annabidan chiqib Tuman daryosiga kelganda allaqachon Mahmud Muhiti ikki askarni o'rinlashtirib qo'ygan boshqa Tuman daryosining bo'yida shu Abdug'ofur Shabdul Damullarning digini bo'yicha oxir bo'g'izlab o'ltirildi. Mahmud Muhiti hayot chig'ida buning jazosini berdi. Demak, bu yerdagi bu Abdug'ofur Shabdul Damullarning o'rniga. Endi men bu yerda Sharqiy Turkiston İslam Cumhuriyeti'den faqat ikki o'rnak keltirdim. Bay degan Qog'iliq bozoridagi bir mo'mayning odatdagi bir hikoyasi, shundaqla Qashqadagi yuqori qatlam odamlarning ichidagi bir dinniy bir kishining bu Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetiga tutgan pozitsiyasi, Sharqiy Turkiston milliy inqilobi tutgan pozitsiyasini mushu ikki o'rnak orqali shunchalik tushuntirib o'tay. Demak, 30-yillardagi bu inqilobda bizning nurg'un insonlarimiz bu inqilobga ishongan, bu yo'lda qon to'kkan, badal to'lagan, hayoti bilan badal to'lagan bo'lsa-mu, ammo bizning oramizdan chiqqan mayli yuqori qatlamdagi yoki odatdagi insonlar bo'lsin, yanala bu yerda ishonch masalasini ta'kidlab o'tish kerak. Ishonch masalasi. Ma ko'rinishini ko'ryapsizlar, agar xolisona yoki bu nimani o'qalaydiganlar bo'lsa, sanilqi ko'naroq imlodiki Abdug'ofur Shabdul Damullarning risolasi. Bu yerda faqat bu risolaning eng oxirgi xulos qismidagi bir abzasni o'qib o'tay. Abdug'ofur Shabdul Damullar nima deydi desa, bizlar hozir Xitoy millati bilan birlashib, bir jumhuriyatda barobar huquq asosida yashab, taraqqiy tepib, rohat turmush qurishimiz mumkin. Bizga boshqa turdek yo'l tutish mumkin emas. Chunki boshqa yo'l jahongirlarga foydali, bizga zararlidir. Xitoylar tarix ko'rsatgan va bizlar bila turgan Xitoy bo'la turgan bo'lsa, oz kunda tiriladir. Bir maqol bor, Xitoy Arabada to'shqon oladir. Bularning nima ekanini ushbu maqoldan bilmak lozim. Ma risolasining eng oxirgi xulos qismi. Demak, bizning taqdirimiz Xitoy bilan bir jumhuriyatda yashashga pichilgan. Undan boshqa yo'l yo'q. Undan boshqa yo'l tutish bizga zararlik. Agar Xitoy biz bilgan yoki tarix ko'rsatgan Xitoy bo'lgan bo'lsa, bular hamon tiriladi, dunyoni kontrol qiladi deb bu yerda bu Uyg'ur xalqiga nima deyotsa bir ayrim hokimiyat qurish yoki ayrim bir mustaqil yashash bizga mumkin emas degan bir signalni beryapti bu yerda. Şuna artıq gapning keragi yo'q. Qiziqsana risolaning o'zini ko'rib chiqsana bo'ldi. Birinchi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetidan shunchalik so'zlay, hamda 1940-yillardagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti, İli inqilobi va Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti. Shunga İli inqilobi bu jumhuriyat haqida talaylarcha leksiyalar, kitoblar yozildi. Bu vaqt tafsilotga kirmayman. Faqat bu jumhuriyat jarayonida bizning shu mezgildagi sarxillarımızın bu cumhuriyatga tutgan pozitsiyasi yoki inkos qandoq bo'ldi degan masalada men bir ikki misolni o'tib ketmoqchi. Faqat ikki o'rnak. Endi bu yerda ko'rayotgan ana Talat Musabayning rasmini bu yerda berib qo'ydim.
Musabaylar ailesi Uyg'urlar tarixidagi haqiqatan faxrlanish tegishli bir jamiyat. Uyg'urlarning hozirgi zamon ma'rifi, madaniyati, savdo sanoati va milliy kimligi jihatda musabaylarni haqiqatan bir o'rnak qilishga tegishli, faxrlanish tegishli bir parlaq bir jamiyat. Halbuki bu jamiyatning ichidanmi chiqqan ba'zi ayrim shaxslar, masalan bu yerda ayrim shaxslar deganimda men faqat Talat Musabayni ko'z tutdim. Talat Musabayni. Chunki Elida 2-chi Cumhuriyet qurilgan vaqtda Anvar Musabayev, yana Musabaylar oilasiga kelib chiqqan Anvar Musabayev moliya ministri edi. Endi bu Talat Musabayev Husanbayning o'g'li. Cho'ng mulk egasi. Ammo nima bo'ldi degan vaqtda Elida 1944-yili Nilqila elinib, G'o'lji shahriga hujum qilinib, G'o'lji shahri asosan ishg'ol qilingan. Xitoylar Harambaq, aerodrom qatorli bir qancha o'rinda qolgan bir mezgil. Bu vaqtda Komendant armiyasi jingdan o'tib, Iliga keng ko'lamda Ilini qaytarilish uchun askar to'plab, 44-yilning 12-oyida rasmiy tayyorlik qilib Talki bo'yiga kelgan vaqt. Bu vaqtda Ilidagi parlaq bir jamiyatning farzandi bo'lgan Talat Musabay Elixon To'ramning qishiga kirib, bu To'qiztaradagi Komendantning bu nima hokimlarini men o'zimning ta'sir doiramga tayinib, bularni qurol tashlashga, al qilishga men ko'ndira olmayman. Bo'lsa menga shu nimani bersangiz. Degandan keyin bu hamda Musabaylar jamiyati noyat dangliq bir jamiyat bo'lganligi uchun Elixon To'ram bu Talat Musabayning gapiga ishinib, kim bilan borsan degandan keyin ikki odamni kuzatgan. Birsi İlyas Tungan. Bu İlyas Tungan degan kim desa, İlyas Tungan degan o'z davrida Shingsayning kalla kesari bo'lgan Liu Bingdi degan Tunganning inisi. İlyas Tunganning Xitoycha ismi Liu Bingyi. Bu Uyg'urchani sudak bilganligi uchun Uyg'urlarning mijoz xarakterini biladigan, Xitoyning mijoz xarakterini biladigan bunday bir kishi. Shunga men İlyas Tungan bilan ili shivalaridan Guanglu Uyg'urchani sudak biladigan bir shiva. Bu ikkisi bilan tarjimon bo'lib bilib olsin degandan keyin buning ruxsat bergan. Buning bilan Udul To'qiztaraga berib, To'qiztaradagi Gomindang hokimlarini al qilish u yoq tursin, ularga bu inqilob vaqtliq, g'alaba qilolmaydi. Hozircha biz qechib ketganimiz yaxshi deb u Gomindangning Shanjanglarini olib, Udul Qarshiga berib, Qarshidagi Gomindangning amaldorlari bilan Udul 44-yili 12-oyning 19-kuni Urumchiga qechib bordi. Endi bu qechib qolgan jarayonni bu to'g'riliq nurg'un manbalar bor. Men buni o'zim ichimdan tepib olmadim. Manbalarga tayinib, manbalarni bu yerda o'taman. Endi bu yerda o'zimizning asli manbalaridan boshqa qarshi tarafning manbalariga qarab boqaylik. Qarshi tarafning. Masalan, Gomindang manbalari nima deydi? Talat Musabay 44-yili 12-oyning 19-kuni Urumchiga borgandan keyin 12-oyning 20-kuni atsi shu vaqtdagi Gomindangning Xinjiang o'lkasiga qo'ygan raisi Wu Zhongshin, yana Xitoylarning ichidagi ashaddiy Xitoy millatchisi Wu Zhongshin, Talat Musabay, Guanglu, bu İlyas Tungan degan uchisini Urumchidagi o'lkalik hukumatning g'arbi zaldaydigan bir dangliq nimasi bor, Shidalo degan. Shu yerda bularga ziyofat berib, uchisini kutib oldi. Kutib olib, tabriklashib ziyofatdan keyin Wu Zhongshin ili o'g'irlariniki eng yaqinqi ahvoli, harbiy o'rinlashtirish haqida jiddiy bir doklad tayyorlab bersanglar degandan keyin shu kechacha u doklad tayyorlanib, Xitoycha 3000 xatlik bir doklad Wu Zhongshinga topshirilgan. Shunga buni Wu Zhongshinning kundalik xotirasi deb 2020-yili asli bu qo'lyozma shaklidagi narsa ekan. 2020-yili Tayvanda bu 40 necha qism bo'lib, har bir yilga bir qismdan Wu Zhongshinning kundalik xotirasi e'lon qilindi. Wu Zhongshinning kundalik xotirasining 45-yillik soni qarasanglar, shuning 91-betida Talat Musabaylarni 44-yili 12-oyning 21-kuni kutib olgan butun jarayonni shu kundalik xotirasiga yozgan. Hamda shu kechasi Talat Musabay, Guanglu, İlyas Tungan uchisining 3000 xatlik Xitoychaning bilan ilidagi inqilobning eng yangi ahvoli, harbiy o'rinlashtirish, G'o'ljining qayerlarda bularning kuchi bor bu narsalarni bu dokladni yozib topshirgan. Endi bu bizning tariximizdagi nihoyatda bir achchiq bir ko'rinish, achchiq bir misol. Asli Musabaylar jamiyatidan bundoq bir odamning chiqishini hech kim tasavvur qila olmaydi. Ammo
inson xom sut emgan bandi deymiz, ba'zida chiqib qoldi ekan. Endi bu yerda men jiq o'ylandimda, bu Talat Musabayning ilidan qochib ketishiniki boshqa sabablari bormi degan vaqtda Talat Musabay kelib chiqishidan bir savdogar. Savdogar uchun iqtisodiy manfaat eng muhim narsa. İlida inqilob bo'ldi. Bu inqilob faqat Sovet ittifoqining kontrolligi bilan, buning chegarasi faqat Sovet ittifoqiga ochiq. O'z davrida bilsizlar, Sovet ittifoqi kollektivlashtirish tuzumini yo'l qo'ygan bir sotsialistik tuzumli davlat. Bu yerda shaxsiy boylarning beyishiga mumkin emas. Meningcha Talat Musabay bu nuqtadan nihoyat qattiq tushungan. Tushunib, inqilob boshlanib, toza qiziq yeri kelganda Urumchiga qochib berib, Urumchida undan buni dalillaydigan yana bir isbot bor edi. Bu yerda astidagi nimani ko'ryapsizlar? Bu 47-yili Urumchidagi Amerika konsulxonasining kelgan mehmonlarni tizimlash daftariga qo'yilgan imzodan bir parcha, bir bet. Buning qarasanglar bu yerda Talat Musabayning 47-yili 11-oyning 1-kuni Urumchidagi Amerika konsulxonasiga kirganligi. O'zi yolg'iz emas, ayoli Navara Musabayeva. Aslida ikki Uyg'urcha imzo, ustida bu Latincha bilan imzo qo'yiqliq. Shun o'ylab baqinglar, bu yerda ilidan qochib kelgandan keyin texmi keng bir savdo fursati izlash kerak. Chunki Komintang hokimiyati cho'ng jihatdan Amerikaning yordami, Amerikaning qo'llashidagi bir hokimiyat. Undaq bo'lish uchun Urumchidagi Amerika konsulxonasi bilan yaxshi munosabat qurish Talat Musabayning keyingi savdosi uchun bir yeshil chiroq echilishi mumkin. Degandek, Talat Musabay Urumchiga qaytib kelgandan keyin nihoyat tez oraliqda Urumchi, Guchung, Jimisar, Turpan qatorliq joylarda o'zining savdo to'rini qurib, bu vaqtda nurg'un aslimalar bilan chiqqan. Nihoyat tez oraliqda nimasi foydasi nihoyat tez o'rilgan bu odamniki. 44-yili 12-oyda qochib keldi. 45-yili 7-oyga borganda ilidagi milliy armiya kuchayib, shimolda cho'chak bilan Altayni oldi. Undan keyin o'ttir yo'nalishi jiddiy shaklda Urumchiga qarab yaqinlab keldi. Manas bo'yiga qadar. 7-8-oylarda jingda qattiq urishayotgan vaziyat. Bu vaqtda Wu Zhongshin yana bir qatam Talat Musabayni qabul qildi. Kunlik xotirasi chiqyotdi bu. Qabul qilib, bu vaqtda Gomindangning turmasida qo'lga ilinganlarning ichida Musabaylar jamiyatining yana bir kishi bor, Abdulaziz Musabay. Abdulaziz Musabayni Talat Musabayniki qochib kelganligining mukofoti sifatida turmadan chiqarib, ikkisini g'arbiy zalda yana bir qatam ziyofat berib kutib oldi. Bu zalda kutib olgandan keyin Talat Musabayning bir so'zni qo'shib qo'ygan kunlik xotir nima deydi desa, Talat Musabay Wu Zhongshinga shunday deb demiş. Bovam Yusenbay doim bizga tirishib ishlab yaxshi savdo qilinglar. Siyosatga hargiz aralashmanglar. Şinjan bilan ishkirning necha ming yillik siyosiy aloqasi bor. Agar mustaqillik yo'liga mangadigan bo'lsanglar, nihoyat cho'ng ofat bo'ldi. Bo'rilarga yem bo'lsizlar deb bizga nasihat qilgan deb Wu Zhongshinga agapni degandan keyin Wu Zhongshin nihoyat qo'shib ketgan xotirsini. Endi bu gapni Ras Yusenbay Talat Musabayga degan bu. Biz bilmaymiz tarixda. Ammo Yusenbayning parlaq bir tarixidan bunday bir gapni deganligini tasavvur qila olmaymiz. Endi bu yerda Wu Zhongshinga yeqish uchun yoki yarash uchun bu gapni to'qib chiqarib atamdi. Albatta buningga boshqa manbalar orqali dalillashga to'g'ri keldi. Shunga men bu yerda faqat boshqalarning manbalaridagi bu vaqtdagi uchurni bildim. Bu mening chiqargan yakunim xulosam emas. Faqat bir berilgan uchur. Qolgan hammamizning kallasi bo'lgandan keyin, tarix o'qigandan keyin o'zimiz analiz qilsak bo'ladi. Endi ikkinchi bir narsa, bu Talat Musabayning Urumchiga qochib ketgandan keyin ilidagi inqilobga bergan pasiv ta'sirining qanday bo'lganligini yana bir tarixiy shohid men haqdor bo'lgan ishlar nomli kitobni yozgan Tursun Sodir, Hokim Tursun Sodirov. Bu kitob 2020-yili Taklimakan Uyg'ur nashriyot tarafidan nashr qilingan. Men tavsiya qilaman bu kitobni bo'lsa bir o'qib chiqinglar. Ikkinchi Cumhuriyet ili inqilobi haqida intayin tafsili ba'zi detallar bor. Biz tushunmaydigan. İlgari ko'pincha holda faqat bu Cumhuriyetning qurilganligi, milliy armiyaning qanchalik haybatli, kuchlikligi bu narsa chiq so'zlandi. Ammo bu inqilobning oq tarafidagi nurg'un ishlar, qorong'u taraflar, shu mezgilda saqlangan masalalar, ketkizib qo'ygan sababliklar, bu nuqtani bu odam tanqidiy nuqtadan turib o'zi bir shohid bo'lganligi uchun nihoyat yaxshi yozgan.
amaliy obyektiv yozgan. Shunga bu yerda nima deydi desa, bu Hakim Tursun Sadirov Talat Musabay Urumchiga qechib ketgandan keyin G'uljida nihoyat qattiq gap so'z bo'lib, jamiyatda bakkel passiv ta'sir berdi bu ish. Chunki Musabaylar jamiyatidan kelib chiqqan, mushundoq bir porloq jamiyatdan kelib chiqqan bir odamning inqilob hal qilg'uch mazgil kelganda qechib ketishi xalqqa bak negativ ta'sir berdi. Deb uningdan mau Talat Musabay haqida nima deydi desa, bir jumla so'z ishlatgan. Talat Musabay tugmandan, har qanday tugmandan saq chiqib ketalaydigan odam deb bir jumlani ishlatgan. Meningcha, mushu bir jumla so'zlar yetarlik. Albatta, hamda keyin kommunist Xitoylar kelgandan keyin Talat Musabay 1950-yillarning beshida boylarning butun mol mulkini yig'ib kooperatsiyalashtirib bo'layotgan mezgilda, ya'ni vaziyatni oldin mo'ljallab, Wangzhen bilan Saybidan qatorliqlarga Shanxaydagi zavodlarni hammasini setib, mol mulkini kooperatsiyaga qo'shiman Urumchiga kelib deb ruxsat olib, udul Shanxayga berilib, nihoyat tez oraliqda Shanxaydagi mol mulkini Hong Kongdan Turkiyaga o'tkazib, oxirgi vaqtda Turkiyaga chiqib ketdi. Ya'ni kommunist Xitoyni nima qilamiz deb tutuqtamidi degan gap. Shunga bu yerdagi mau Hakim Tursun Sadirovning tugmandan saq chiqib ketalaydigan odam degan gapi bilan ma keyingi narsalarni bo'yotdi. Endi albatta Turkiyaga chiqib ketgandan keyin keyingi jarayonda nurg'un odamlarni o'qitgan bo'lish kerak, nurg'un ishlarni qilgandi balkim, ammo tarixdagi bir qatamliq bir qora dog' bular bilan yurib ketolmaydi albatta. Shunga men bu yerda Talat Musabayning o'ziga shaxsiy hukm qilmoqchi emas, bay degandek. Xulos chiqarmoqchi emas, faqat tarixdagi ba'zi hikoyalarni yoki uchurlarni diqqatingizga sundim xolos. Mana bilan tugtay, ikkinchi jumuriyatdagi ikkinchi bir o'rnak. Endi ikkinchi jumuriyat qurilgan mezgilda birinchi jumuriyatga o'xshamaydigan bir alaylik nima desa, ilidagi inqilob yolg'iz Uyg'urlar tarafidan qo'zg'algan inqilob emas. Ili inqilobda ko'p millat qatnashgan. Hatto Qozoq, Qirg'iz qatorliq biz bilan Turkiya qarindosh bo'lgan musulmon millatlardan boshqa G'uljadagi Mo'ng'ollar, Shivalar, Dag'urlar, Ruslar, ularning hammasi faqat Xitoyning boshqa millatlarning hammasi uyushgan bir inqilob. Jumuriyatning tarkibi shundoq. Hamma millat uyushgan san-pan deb ayrilib o'tamagan. Ammo Jumuriyat yiqilib 49-yilda kommunist Xitoy kelgandan keyin bu Jumuriyatning tarixiy meroslarini qanday parchalaymiz degan vaqtda bular ko'p o'ylanib, buningdagi intayin ojiz xalqi bo'lgan millat ayrimchiligi nuqtasini parchalash kerak. Shunga kommunist Xitoylar kelib, yer islohoti, ya'ni zo'migarlikka qarshi turib, ijara kamaytirish degan harakatni ilidan boshlamagan. Chunki bilasizlar, kommunistlar kelgandan keyin mutlaq ko'p qism Urumchidagi o'lkalik hukumatni ilidan kelgan kadrlar egallagan. Chunki ili inqilobini Mao Xitoy inqilobining bir qismi deb e'tirof qilganligi uchun milliy armiyani Xitoy xalq ozodlik armiyasining bir korpusi qilib o'zgartganligi uchun amaliyotda kommunist Xitoylar bilan hamkorlashdi keyingi mezgilda. Unda bo'lgandan keyin yangidan tashkillangan Xinjiang o'lkalik hukumatining tarkibida mutlaq ko'p qismi ilidan kelgan kadrlar. Abdushukur Bamtamanning bir aslimasi bor. 1950-yillarning beshida Shiyanga yoshlar vakillarining bir yig'ini o'tdi ekan. Qarsam, ilidan kelgan 10 vakilning ichida ilidan 9 odam deydi. Butun janubdan men bir odam ekanman. Demak, bu yerdagi siyosiy salohiyat, siyosiy o'rinning muhimligini oyada davatudi. Endi shuningga bu ili inqilobi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining siyosiy merosini yemirish uchun Xitoylar inchik o'yinib, oldi bilan buningdagi Mo'ng'ol, Shiva, Dag'ur degan musulmon bo'lmaganlarni tatib chiqib, bularning qo'li orqali yo'chiq ochsak, ilidan yo'chiq ochqili bo'ladi deb birinchi istiradegan mundaq o'ylashgan. O'ylashib, dastlabda bu ilida bu yasat aparmiz, zo'migarlar qarshi turamiz degan narsani ili qilimizsa Sayfulloyev, u Saybidan deganlar bu ilidagi inqilobni sotsialist inqilob. Biz 40-yillarda allaqachon buni biz o'rinlab bo'lgan. Shunga ilida hojatsiz yer islohot aparish deb qo'shilmagan bunga. Qo'shilmagandan keyin yer islohoti u bularning hammasini janubda qilib bular ili qo'l solamaganda, shunga iliga qo'l solish uchun bir bani sayat tepish kerak. Qanday qilish kerak? Eng oxirida milliy armiyaning o'z davridagi podpolkovnigi, ya'ni milliy armiya oldin qisab razvet bo'limida ishlagan nimada Shixodagi Mo'ng'ollarning muhim odamlardan biri bo'lgan Garsha. Keyin ismini Garsha degan, to'liq ismi Garshabani.
Bu milliy inqilob davrida cho'chakni ozod qilish, Oltoyni ozod qilish urushga qatnashgan xili to'p ko'rsatgan bir mo'ng'ul. Xitoychani sudak biladi, Uyg'urchani yaxshi biladi, Ruschani yaxshi biladi. Shunga bu kommunist Xitoylar kelib, eng dastlabda o'ziga sodiq degan bir 15 Uyg'urni Xitoy kompartiyasiga a'zo qilib olgan. Shularning ichida Saybillo va boshqalar bor. Shularning ichida Garshabani bor. Xitoy kompartiyasiga birinchi qatam a'zo qilib akirganlar. Akirib, uningdan Garshabanini Wangjin qatorliqlar Urumchiga ayrim chaqirib apirib. Sen il inqilob qatnashibsan. Il inqilobning hamma narsasini bildikansan. Shunga sen oldi bilan ilig'i berib, Turpan yuzida 6 oy xizmat uylaydi ekan, nuqta tursan, shu yerdagi zo'migar pomishlarni tatib chiqishimiz kerak. Deb bu Garshabaniga Xinjiang Beyrosning tashviqot bo'limidan bir amal berdiganligini va'da qilib, Garshabanini Songjun degan Xitoy bilan birga ilining Turpan yuziga tushirgan. Garshabani Turpan yuziga tushgandan keyin Uyg'urchani yaxshi bilganligi uchun shu yerdagi Uyg'urlar bilan kech-kunduz aloqa qilib, ularga namratlarni quturtib, sizlarda boy pomishlarning sizlarni azgan yoki eksploatatsiya qilgan bunday hikoyalar bormi deb hadisa namratdan bu narsani egallashga tirishgan. Eng oxir qarasa Turpan yuzining cho'ng ma'lning o'ttirisida bir cho'ng ujmi daraxt bor ekanda. Cho'ng jujan daraxt hamda yillarcha yillab ketgan. Bu daraxtga har yili Qurban hayit mezgilida oldida mushu Turpan yuzidagi eng cho'ng boylarning biri bo'lgan Ma'sum boy ilidagi il inqilobida qo'zg'algan vaqtda o'zining moddiy imkonlari bilan, nurg'ulg'an mol mulki bilan qo'llagan bir shaxs hamdi. Ahmadjon Qosimov o'z vaqtida Ma'sum boyga nihoyat yuqori baho berib ekan. Holbuki Ma'sum boy har yili Qurban hayiti vaqtida minglarcha qo'ylarni, yayloqdagi qo'ylarni akeldirib, qurbonlik qilamagan odamlar uchun har birisiga birdan atab, shu ujmi daraxtida qo'yni esib so'ydi ekanda. So'ygandan keyin bu qo'yni so'yish jarayonida qo'yning qonlari chachirab, nima ujmi daraxtning shoxlari u bular sal qizg'ish rang kirgan gap. Shuning bilan bu Garshabani nihoyat yilgar birisi bo'lg'achqa qarab, bu daraxt nima qizil buning nima shox shumbulari deganki bu yerga qo'y so'ygan u birgan degan bu yerga adam esibmi urib baqqanmi u birgan degan undaqa ish bo'lmagan unda aslanglar bu boyni ochig'ini keltirib qo'ygan yoki bunda odamni urib bosgan bir nimasi bormi deb namrat odamlarni qutuldirib yurib oxiri bir ikkisini majbur ixro qildirib degandek bundan bir hikoyani to'qib chiqqan. Hikoyani to'qib chiqib oxirida Xitoycha shu qon tomchilaydigan daraxt deydigan bir dokladni yezib 50-yilning beshida Xinjiang gazetining Xitoychasi bilan Uyg'urchasi e'lon qilgan. Qiziqsanglar shuni izlab ko'rib beqinglar shu degan dokladni. Bu dokladda nima deydi desa, ilidagi Turpan yuzidagi Ma'sum boy, ashaddiy pomshik, Panturkis. Bu necha 10 yillardan buyon ili xalqini ezib, hadislar o'zi yoqtirmaydigan insonlarga kelib, ma'nisidagi ujmi daraxti esilib, qamchilab, butun daraxtni qip-qizil qilib qon tomchilaydigan holatga kelgan. Bu deb bu hikoyani qurashtirib chiqib Xinjiang gazeti e'lon qilgandan keyin bu nihoyat zo'r g'ulg'ul bo'lib, demak ilida masala mavjud. Ilida cho'qim yer soat olib berish kerak. Zo'migarlarga qarshi turib ijara kamaytirish ishini ilidan boshlash kerak. Deb Xinjiang byurosi yo'chiqni aytiblar, uningdan ilida birinchi qatam yer soatining xizmat uylarini avatib, uni qilib, eng oxirida Ma'sum boyni o'lim jazosi berib 51-yili ilida etib o'tirdi. Milliy armiyaning polkovniklaridan bir qancha polkovnik saybidan Sovet ittifoqiga ziyorat etgan vaqtdan foydalanib turib ilida etildi bular. Demak, milliy armiyani parchalash, zarb berish, ilidagi bir qism ma'rifatparvar boylarni azguchi sinfning vakili deb bularni etib o'tish bu ishlari da Xitoy yanada boshqa millatlarning qo'ldan foydalangan. Demak, mayadam demakchi bo'lgan misol Garshabani gerçi o'z davrida ili inqilobi qatnashgan, nurg'un xizmatlarni ko'rsatgan bir ofitser bo'lsa-mu, ammo o'zining Mo'ng'ul bo'lganligidan foydalanib, Xitoy o'zi tatib turib, bular orqali ili tarafni parchalagan. Bu faqat kichikgina bir misol. Shunga soat xili bir yerga bordi. Aslida eng oxirida bir mavzu qolgan, ammo vaqt munosabati bilan men bu mavzuni so'zlamay, mushu ikkinchi jumhuriyat bilan so'zimni oxirlashtiray. Balkim ko'pchilikning savollari bo'lishi mumkin. Bo'lsa, bir qancha savollar bilan leksiyani oxirlashtirsak, hammanglarga rahmat.